Viloyat pedagogik mahorat markazida UNICEF, Islom taraqqiyoti banki hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida tashkil etilgan 3 kunlik xalqaro seminar trening o'z yakuniga yetdi. Maktabgacha ta'lim tizimidagi dolzarb masalalar, zamonaviy uslubiy yondashuvlar va xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga tatbiq etish masalalariga qaratilgan mazkur tadbir tafsilotlari bilan hozirgi lavhamizda tanishasiz. Seminar treningda davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyachilari, viloyat pedagogik mahorat markazi hamda Samarqand davlat pedagogika instituti pedagoglari ishtirok etdi. Milliy trenerlar tomonidan olib borilgan mashg'ulotlar davomida qatnashchilar maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha yangicha metodlar, interaktiv pedagogik strategiyalar hamda bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlari bilan tanishdilar. Treningning 3-kuni yakuniy taqdimotlar, muhokamalar va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitildi. Pedagoglar o'zlari o'zlashtirgan innovatsion yondashuvlarni tahlil qilib, xalqaro tajribaning mahalliy sharoitda qo'llanish imkoniyatlari yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdi. Turli xil mavzulardagi modullardagi darslarni tinglab kelyapmiz. Aynan masalan bolalarda o'sha ijtimoiy hissiy emotsional holatni rivojlantirish va aynan bolalarning mana shu ta'lim tarbiya jarayonida ularning emotsional holatini, ijtimoiy hissiy holatini hisobga olgan holda ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar oldik va hozirgi davrda mana shu ilk qadam davlat o'quv dasturining 3-nashridan kutilayotgan natijalar va unga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni qanday tashkil etish kerakligi va bu jarayonda tarbiyachining vazifasi nimalardan iborat ekanligi haqida juda ham ko'plab o'sha bilimlarga ega bo'ldik. Tajribali ustozlar bizlarga shu 3 kun davomida juda ham yaxshi o'sha ma'lumotlarni, bilim ko'nikmalarini berishdi. Bu uchun biz ularga juda ham katta rahmat aytamiz. Tadbir doirasida ishtirokchilar maktabgacha ta'limdagi mavjud yutuqlar va muammolarni tahlil qilib, ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvlar bo'yicha o'zaro fikr almashdilar. 3 kun davom etgan o'quv jarayoni pedagoglarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash, tizimda sifat ko'rsatkichlarini oshirish va bolalar ta'limiga innovatsion metodlarni keng joriy etishga xizmat qiladi. 3 kunlik seminar treningda Samarqand viloyati yoki tumanlaridagi metodistlarimiz, aynan maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistlari, mas'ullari, bundan tashqari Samarqand pedagogika instituti hamda Samarqand mahorat maktabi pedagoglari ishtirok etyapti. Biz o'ylaymizki, bu yerda berilgan barcha modullardagi eng so'nggi texnologiyalar, ma'lumotlar bizning pedagoglarimiz, mentorlarimiz uchun juda foydali bo'ladi. Ayniqsa bu yerda xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda bugun maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, rivojlantirish bo'ldi haqidagi modullar albatta pedagoglarimiz uchun juda foydali bo'ldi. Biz seminarni albatta tumanlarimizda ham izchil davom ettiramiz va pedagoglarga doimiy ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Ushbu seminar trening mamlakatimizda maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish va xalqaro standartlarga mos ta'lim jarayonini shakllantirish yo'lidagi navbatdagi muhim qadamlardan biri bo'ldi deyish mumkin.